Said uyda shuncha turganda. O'rtog'im Abbos bor-ku, hasharga chaqirib kelyapman. Assalomu alaykum. Abduqodir Husanov aytgan ekan. Onani hurmat qiling, onani dilida g'am qolmasin deb. Assalomu alaykum ona. Va alaykum assalom. Bir ham zo'r bolasizda. Bu o'rtog'ing bilan yursang 100 yil indamayman. Plus. Onajon, gapdan foyda yo'q. Mehnatdan kelsa boylik, ajoyib bo'lar chiroylik. Qarang, yuring mehnat qilaylik do'stim. Hasharga chaqirdingiz-ku meni. Sen hashar kelganmisan? Tur qarashi. Kechki qizlar hal qilyapman, qisib ishingni qil. Chaqamadinglarmi? Ha, kapot bering. Robinson Crusoe aytgan ekan. Mehnat qiling, mehnatingizdan faqat ona xursand bo'lsin deb. Yomon apirsanda Germon, o'rtog'ing chopyapti, sen kompot so'raysan. Men uchun. Mehnat qila yozib chanqoq esimdan chiqibdi. Siz uchun do'stim. Ha, ichamanman. O'zi menga bu kompot haqiqiy egasimanman. Qo'shinikiga otma jinnimiz, ha? Pasholi ishingni qil. Mana sigaretni kim otdi qo'shniki? Kim chekdi buni? Ona, tomingizda bardaklik avj olgan ekan. Men o'zim tartib solib qo'ydim. Shunda farishta bolaga to'nkagan uyalmadingmi? Ahad qayyum miya. Eldor Shomurodov aytgan ekan. Ona urganda ay demang, zero onaning qalbida ay voy bo'lmasin. Fireball.